Bunaqa videoni siz aniq endi birinchi marotaba ko'rayotgan bo'lsangiz kerak. Endi videoni oxirigacha tinglab turing. Nurtog'im 642 metr ancha-muncha sog'lom odam ham chiqa olmay orqaga qaytib ketadigan joy. Endi bu yerga kim chiqaydi, mana 80 ga qarshilagan hoji onamiz chiqdi, qizlari. Qizlari zo'rga chiqdi, onasi chiqqanicha chiqdi xolos. Hoji onam chiqaverdi, men subhanalloh orqasida qaybo muazzama tomon turibdi. Subhanalloh. Hoji, qiylanmadingizmi? Yo'q. Nima bunchalik sizni bu yoqqa chiqardi? Xudo. Xudo dedim, haqiqatan boshqanda Xudo quvvat ber dedim men. Maşallah. Quvvat so'radim. Maşallah. Boshqa hech narsa so'ramadim. Allohu akbar. Qizim damalik desa ham yur deb chiqar. Suv ichmadi, bir qultum ham suv ichmadi. Allohu akbar. Chaqaganim yo'q. Hojayim boshda kelganda nima degandim sizga? Siz yugurib yurasiz orqasidan degandingiz. Boshda kelganda aytdim mana. Hojamga kelib xuddi shu narsani aytgan. Hoji sizga arzimas bilan shu tasbih. Rahmat. Maşallah. Jonlaring sog' bo'lsin. Topganlaring yaxshi kunlarga ber. Da. Milli görüş var mı gelenlerden milli görüş? İşleringe omad topganlaringga Allohim baraka bersin. Hamisha charchamanglar, Amin. quvvat bersin. Amin. Boshi bo'linglar. Allohu akbar. Salomat bo'ling hojayim. Rahmat. Salomat bo'ling. Ko'p yashanglar. Shunchalik bizni olib yuribsizlar, rahmat.